To'xtang. Toshbuloqning tarixi to'g'risida gaplashamiz. Bilasizmi, tarixiy manbalarga ko'ra Toshbuloq qishlog'ining vujudga kelishiga taxminan 4 asrdan oshgan. Ma'lumki, Toshbuloq qishlog'ida qadimdan 12 ta buloq bo'lib, ularning zilol suvlari mayda toshlar orasidan sizib chiqib turadi. Toshbuloq qishlog'i savdo karvonlari, chorvador ko'chmanchi xo'jaliklar va boshqa yo'lovchilar uchun chanqoqlarini qondirib, bir oz dam olib, so'ng yo'llarini davom ettiradigan qo'nim joy bo'lgan. Keyinchalik bitta ikkita xo'jaliklar kelib o'rnashib, aholi ko'payib borgan. Jumladan qishloq aholisining 4 dan 3 qismi qo'qonliklar, qolgan qismi O'sh tomondan kelganlar hisoblangan. Bu yerda bir necha buloqlar mavjud bo'lib, ularning suvi yozda muzdek, qishda iliq bo'lgan. Buloq suvlari bir-biri bilan qo'shilib, katta ariqni tashkil qilgan. Qadim zamonlarda bu yerlarga kelib joylashgan odamlar ana shu buloqlar atrofini bog' va bo'stonga aylantirgan. O'zlari yetishtirgan mahsulotlar bilan Axsikent, Namangan shahar aholisini ta'minlab turishgan. Katta Toshbuloq, Kichik Toshbuloq degan nomlar Qo'qondan Toshbuloqqa kelib o'rnashib olgan birinchi oila aka-uka Mamay va Janayga nisbatan aytilgan. Toshbuloqning ikkiga ajralishiga sabab buloqlarning katta-kichikligiga nisbatan ham aytilgan. Bu yerda tashkil bo'lgan ana shu ikki qishloq hozirgi davrda birlashib, Namangan tumani markazi Toshbuloq shaharchasiga aylangan va tuman markazi sifatida kundan kunga chiroy ochib bormoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang.